Yazgıcı ve şair Muhammedcan Sadık. Uyghur hazırkı zaman edebiyatida çaşmı şiir yeziş bilen özüge xas uslub yaratıp, keng kitapxonlarning olqishiga erishgan şair ve molosulluk edebiyatşunas profesör olim Muhammedcan Sadık 1934 yılı 8 ayda G'uljida tug'ilgan. 1941 yıldan 1945 yılgacha G'ulji shaharlik Ro'shan boshlang'ich maktabida o'qigan. Mazkur maktabni a'lo natija bilan bitiribla shu yili kuzdan 1948 yılı 7 oygacha Ahmedcan Qasimiy nomidagi bilim yurtining to'liqsiz sinflarida o'qigan. 1948 yılı 9 ayda G'ulji shaharlik Rus gimnaziyasiga kirib o'qigan. U bu gimnaziyada taki 1951 yılı 7 oygacha o'qib, Rus yazıqidagi adabiy asarlarni ravon o'qiy oladigan saviyaga ega bo'lgan hamda Pushkin, Lermontov, Nekrasov qatorliq shoirlarning she'riy asarlari, Gorki, Mayakovskiy va Hadi To'xtash va Ömer Muhammadiy qatorliqlarning Rus yazıqidagi asarlari bilan tanishgan. O 1951 yılı qaytadan imtihon berib, Ahmedcan Qasimiy nomidagi bilim yurtining to'liq o'rta sinfiga qabul qilingan. 1952 yılı Ürümchiga kelib, atalmış sobiq Xinjiang institutining til adabiyot fakultetida o'qigan. 1954 yılı o'qish bitirgandan keyin Xotan, Qashqarlarda o'rta maktabda o'qituvchilik qilgan. 1957 yılning oxiridan boshlab 1963 yılgacha sobiq pedagogika instituti ve atalmış Xinjiang universitetining til adabiyot fakultetida o'qituvchi bo'lgan. 1963 yılı o G'uljiga yo'tkilib oblastlik ve shaharlik madaniyat ma'rif idorasida ishlagan. 1966 yıldan 1979 yılgacha atalmış madaniyat zo'r inqilobida ziyonkashlikka uchrab, emgak bilan o'zgartish jazosiga uchirgan. Muhammedcan Sadık kichik chog'larida cho'chak anglashga amroq bo'lib, shoirning onasi uningga har doim qiziqarli cho'chak hikoyalarni aytib beradi. U bu haqda mundoq degan: "Mening dadam Sadık Axun tera va jung tijorat qiladi. Anam Xalixxon oqko'ngil, samimiy, yavaş va tirishchan uy ayol edi. Men yolg'iz o'g'il edim. Mendan burun tug'ilgan bolalar kichiklik qazo qilib ketgan ekan. Dadam bana 2. Cumhuriyetning baş sodiyasi Muhammedcan Maqsum degan mo'tivar kishining ismini qo'ygan ekan. Anam Uyg'ur xalq cho'chaklarini ajoyib jonliq va ta'sirlik aytadi. Men har kuni oqshom cho'chak anglashga xushtor edim. Shuningdek, mening adabiy ijodiyatlarim va she'riy ishqim butunlay onamning turkisidan bo'lgan. U o'qib savodini chiqargandan keyin klassik kitaplar uning eng yaqin do'stiga aylangan. Shunga u ko'pincha vaqtini xoli, jimjit o'rinlarga berib olib, kitap o'qish bilan o'tkazgan. Bu holat shoirning keyingi kunlardagi ijodiyatiga asos solgan va cho'nqur ta'sir ko'rsatgan. Bilim yurtlarida o'qiyotgan chog'larida Husayn Nasrov, Xudoberdi Talib qatorliq o'qituvchilar uning ijodiyat bilan shug'ullanishiga kuchli ilhom bergan. Muhammedcan 1951 yılı Xudoberdi Talibning yetakchiligida Almanaq deb atalgan adabiy to'plamni ishlashga qatnashgan. Bu holat uning qalbidagi adabiy ijodiyat bilan shug'ullanish arzusini texmi kuchaytgan. Muhammedcanning ijodiyati 1952 yilida boshlangan bo'lib, Non Yez yo'lida nomli danglik she'rlari bilan Uyg'ur adabiyotidagi eng umidlik, talantlik yosh shoir deb qaralgan. Shuningdan boshlab Muhammedcanning ijodiyat yo'li bargan seri kengayib, ko'zga ko'ringan lirik shoirlarimizning biri bo'lib qoldi. Shuningdan boshlab taki vafot bo'lguncha u bizga 3 qismlik roman Zulfiqar, 2 qismlik roman Bo'z er, 9 qavat Munarning siri, Ili farzandlari, Qilin qordagi naqsha, Tangritog' naqshisi, Vafo va mardlik, Julg'un, Tulparga mingan chavandoz, Gumbazlik qabrining siri, Keçide o'qilgan nikoh va Uyg'ur xalq eg'iz adabiyoti qatorliq nurg'un asarlarni taqdim qilgan edi. Uningdan boshqa uning yana Non, Yezi yo'lida, Chin muhabbat,
studentlar Kiroran Güzeli va Yusuf Xas Hojibning axloq bilan manfaatning munosabati haqidagi ko'z qarashlari qatorliq nodir ilmiy hosilotlarimi xalq ichida yaxshi bahoga erishgan edi. Lirik shoir va yozuvchi Muhammadjon Sodiq uzun yillik ijodiyat jarayonida o'ziga xos adabiy uslub yaratish yo'lida harmay talmay izlanib, chashmi she'r shaklini tanlab olib, fikrini keng kushoda bayon qilishga tirishib kelgan. Muhammadjon Sodiq she'r ijodiyatida faqat fikrining ijodiyligi, nuqul yangilik bilan emas, balki uningda qo'llanilgan badiiy vositalarning alohidligi bilanmi farqlanib turadi. Shoirning mahorati yangi badiiy vositalar orqali obrazlik fikr qila olishida o'zimi doim shunda qilishga tirishgan. Muhammadjon Sodiq yolg'iz qisqa lirikalar va epik she'rlar jihatida emas, dostonchilik sohasidami muvaffaqiyatli ishlagan va mo'l meva bergan. U 10 parcha doston hamda cho'ng hajmlik tarixiy dostoni ili farzandlarini yozgan. Uning muvaffaqiyatli chiqqan dostonlarining biri Chin muhabbat bo'lib, bu dostonning muvaffaqiyati qurilmasining puxtaligi, obrazlarning xeli mukammal yoritilganligida ko'riladi. Uningdan boshqa shoirning Qizilgul va Bulbul dostonimi muvaffaqiyatli yozilgan. Uningdan boshqa uning Gumbazlik qabrining siri nomli tarixiy romanida Ili sultonligi qurilishining oldi keynidagi nurg'un murakkab va qimmatli tarixiy uchurlar ashu Gumbazlik qabrining siri sifatida keng Uyg'ur xalqiga nihoyat ta'sirli va ibratli ravishda yetkazilgan edi. U dam olishga chiqqandan keyinmi qalam va ilmiy izlanishlarini to'xtatib qo'ymagan edi. Ataqliq shoir, mo'l-usulliq yozuvchi, vatanimizdagi sonsizligan ilm suyarlarning talabchan, mehribon ustozi, ili va Sharqiy Turkistonda hamma e'tirof qiladigan peshqadam pedagog Muhammadjon Sodiq apandi 2012-yili 7-oyning 25-kuni G'oljida kasallik sababi bilan 78 yoshida vafot bo'lgan. Uning vaqtsiz vafoti ili shundaqla yurtimiz Sharqiy Turkistonning adabiyot, ma'rif ishlari uchun zo'r yo'qotish bo'lib hisoblangan.